أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد biz ixtiyor lidalil muxtorninki kitob zakot kelgan shu yerdan davomlashtiramiz. كتاب الزكاة نشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي في اللغة الزيادة يقال زكى المال إذا نما وازداد وتستعمل بمعنى الطهارة يقال فلان زكي الأرض أي طاهر. كتاب الزكاة كتاب الصلاة تنكيلهم كله فقه كتاب لردموش وقرآن كريم كيان بويشة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. زكاة namozdan bitti. İslam qurilgan 5 turkning birisi. Namoz jismoniy ibodatlarning eng cho'ng bo'lsa, zakotmo pul, molga munosib ibodatlarningki eng muhimi. Albatta Makkadagi chaqlarda pul mol sarf qilish zakotning asli tigi bordi. Lekin miqdori, turi hammasi tafsili bayon qilinmagan. Va fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. ولا تحاضون على طعام المسكين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Şu ayetlarda pul sarf qilish, zakot ayirishdak mazmun bor. Keyin hijratninki 2-yili, yoki ba'zilar 1-yili, ba'zi 5-yili deb qaraydi. Rajihroq qarashda hijratning 2-yili mushu biz biladigan miqdor o'lchami bo'yicha farz qilingan. Hem bu zakat İslam'ınki umum bir tüzümünki, bir sisteminin, bir kurulmanın bir parçası. Zakat ada kılınsa İslam cemiyetindeki ağır kıyınçılıkla, maddi kıyınçılık, namratlık ahvalları asasen tüyeydi. Lekin bu bir bütün kurul boğaçka İslam'ın başka sahadaki tüzümlerge fakat raya kılınmay, İslam kanunu icra kılınmay, zakatla ada kılıp taktik kıysa yanılan o netice çıkmaydı. Çünkü İslam bir bütün gövde. Udhulu fis-silmi kaffa degan bo'g'ishqa shu bir bütün gövde tiklangandan keyin uningdan keyin zakatning roli to'liq joriy bo'ldi. Biz o'tganki darsda balki deb o'tgan bo'lishimiz mumkin. Zakat ma'lum o'lchamda boylik darajasiga yetgan kishilarningki iqtisodiningki o'ziga jiddiy ehtiyoj bo'lmaydigan, hojatdan ortiq bo'lgan bir qismini ilib ciddi ihtiyaclı boğanlarga birişte ibaret. Bunu ulanında iqtisodshunaslar o'tirib qo'ygan nazariya eni vujud chiqdi. Bu nazariya hodisalarning ichida qimmatning eshishi degan bir nazariya bor. Yoki hodisa. Masalan, 1 million puli bor bir kishi bo'lsa, buning 1 millionchi bir ko'yi u kishiga nisbatan u darajada muhim emas. Şo'masa 100 ming ko'y sadaqa qilsimi, ancha ta'sir qilib ketmaydi. Lekin qo'lda iqtisod yo'q, hech nima yo'q bir kishiga nisbatan bu bir ko'y hayotini qutqizgan muhim qimmatga ega. Xuddi masalan musofirchilikda bir narsa turayotgan kishi endi masalan $100 qolgan bo'lsa, $100 bu kishi uchun telefon qiladigan, bir yer berib oladigan, hayotini qutqizgan bir. Lekin odatda pul bor holatda bu $100'ning unda bir qimmat olmaydi. Lekin bu kishiga nisbatan ancha qimmatsiz bo'lgan pul kambag'alning qo'lida tushilan bu $100'ning qimmati $1000 qimmatidek eskirgan. Shunga bu islom tuzumi shu orqali qimmat oshirish va jamiyatda ijtimoiy kafolatni barpo qilish uchun o'tirib qo'yilgan. Lekin endi bu zakatlar barsa oyog'ida pul qolmaydi deyishimiz mumkin. Ya şu zakatning tarifidan zakat degan so'zning o'zidan bu masala oydinlashadi. Zakatning tarifida biz az-ziyada dedik. Ya'ni ziyoda, o'sish, barakat, ovish degan ma'noda. Yana bir ma'nosi poklik, tozalanish degan ma'nosi. Bu har ikki ma'no zakatning shar'iy tarifida o'zini ko'rsatadi. Bu kitobda zakal mal-mulk masalan, eshik, avop nima qilgan chaqda lug'atda biz zakal mal deymiz. Yani pok ma'nosi istalgan chaqda zakiyul ard degan patnomasi emas. Nom sharifi degan. Zakiyul ard degan pok, isir degan ma'noda.
Yani şu farklılık ma'nosida ham avush ma'nosida lug'atga kelgan bo'lsa, shariatda istilohiy ma'nosi bu ikki mazmunni chetishlar. Masalan, zakatni berish pulning avushini keltirib chiqardi deymiz. Yani avush ma'nosini bilsak, zakat bersang pulning avuydi degan mazmun bor. Va ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu. Shunama ma naqasa malun min sadaqa. Alloh taolo va yuribis sadaqat dedi. Yani bu sadaqani savobini silab berdi desak bo'ldi. Yoki shu zakatga berilgan molning o'zini avutib berdi desak bo'ldi. Avush degan ma'no shar'iy mudum bor. Ham farklash mazmuni kelsak, Alloh taolo qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Yani şu meynetlikten farklasa degan mazmun bor shu. Bu farklash ikki taraf chetishlar. Malga chetishlar yoki zakat berishga chetishlar. Zakat berishni bexillikdan, erismanlikdan farqlaydi. Mal mulkining o'zini, zakatni bergan mal mulkni boshqalarning, faqirlarning haqqi bilan bulg'unib ketishdan saqlaydi. Shu bu zakat deganni malning kiri deymiz. Pulmanın kiri bo'lg'achqa buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahlul bayt asdurusummaydi deymiz. Shu zakatni bermagan mal vayron bo'ladi degan gap bor. Masalan, bir uyga qurilishga birisining haqqini ishlatib olgan bo'lsa, bir qish aromdan kirib qolgan bo'lsa, boshqalarning haqqi chetib qolganlikdan bu asosan o'rlib tushdi deyishim. Ba'zi asarlarda shunday kelgan. Hozir masalan tijorat sohasidami bazılarının bütün ziyan tasdik ettiği munda ziyan bulup gitti deydi. Belki de az ziyanlı nereden kelgen pulmanının zakatını vermeyenlikten kelgen olsun. Ya ki onun baş sebepler olsun ki, ya ki iptila olsun ki, bu ihtimallıklı var. Ya ki başkalarına fakirinin hakkı arınışıp kalgandıkken bunu çıkırverse andın mal mülk tazılmadan gel. قال وفي الشرع عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. شريعتك izahlanışı mal mülkünün bir kısmını fakirlerge ya karşı masarif zekat birisinden ibaret değil. Fi malin mahsus digine bu şu zekat vacip olduğun mal türleri. Mesela mal çarı deyimiz, ziraatın aşırısı deyimiz, altın, gümüş, şular ibaret. Limalikin mahsus, malum şartlar tıpılgan mülk istedigine şu baylık ölçümü yetken iktisat istedik. Qala ve fiha ma'na lugha. Fiha yani istilahi tarifi de zekatın lügat manası bali. Enneha vecebat tuhratan minel atham. Çünkü bu zekat günahlardan paklaş için vacip olan. Qala Teala khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Tutahhiruhum ve tuzakkihim biha demişada paklaş manası keldi demek. Ev li enneha innema tecibu fil malin nami. Numu diyen mezmun bağda kalsa istilahi manası lügat manası bilen yanılan çetişler. Yani bu zekat ya hakiki avutulvatkan kıssatta vacip buludu ya ki takdiran digine jim koyup koygan bolsa mu avutulu bulduğan, ticaret işletkili bulduğan, işki sağıl bulduğan mal demek. Devam eken bir kişinin pulu da pul bolsa, bu ticaret servatkan bolsa bu el-malin nami hakikaten buldu. Avutulvatkan. Yani bunu işletmey sandık sap koysa ya bankada koyup koysa el-malin nami takdiran oldu. Yani bunu işletmey koyup koysa zekatın bunda kurap edilen gel. Yani işletmelerlik için belki günah oluşu mümkün. Bu malını basırıp yetivağılık zekatını vermeyenlik sebebi. Surat-ı Tevbe'de وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَل۪يمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Yani bu bir vaid. Zekat vermey, pulunu basırıp etibağıllağa kılınan tehditten ibaret. Şu ulamalar bu malum nami deganni avda desa tijorat salay desa sağıl bulduğan iqtisadi işletmesi. Yani nima uchun shu malum nami da zakat berish uchun
avutayotgan ya avutishga yaraydigan malni shart qildi shariatda. Chunki ashunday mal bo'lmagan taqdirda, avutmaydigan mal bo'lgan taqdirda buni o'zi ham turmushi xarajat qilgandan keyin qo'rab tugab ketgan. Zakatdan maqsad u boy kishini kambag'al qilib o'tish emas. Boy kishining shilsa ta'sirlanmaydigan darajada ortiq hisobni muhtojga berishdi bor. قال وسبب وجوبها ملك مال مقدر وهو النصاب. Qanday ahvolda zakat vojib qildi desa, boylik o'lchimida hisobga ega bo'lganlar. Shular zakat vojib. Ya'ni bu shartul vujub degandek. Zakat vojib bo'lishining sharti nisob. Nisob degan bu bir namada tikliganlikni bildiradi lug'atda, nasoba. Xuddi shariat mush kishi boymi, boy emasmi deb boylikqa o'lcham qilgan bir belgidan iborat. Boylik o'lchimida ma'lum miqdorga yetgan iqtisodda ega bo'lishdan iborat. Va huwa nisob muqaddarin mawsufin. Uning ayrim sifati bor. Munda bo'lish lozimdir. Limalikin mawsuf. Bu egisining ma'lum sifati bor. Fa innahu yuqalu zakatul mal. Mal ma'lum o'lchamga yetgan bo'lish kerak degan ekan, malga yetish bo'lg'achqa bu zakatul mal deb ataymiz. Qala Abu Bakr Razi Abu Bakr Razi bu Hanafi mazhabidagi cho'ng olimlardan. Abu Bakr Razi al-Jassas Ahkamul Qur'on degan mislsiz kitob. Agar o'qisanglar Ahkamul Qur'onni shunda bir yozilgan kitob. Bundan boshqa Al-Fusul masalan, Al-Fusul fil usul deganda kitoblar bor. Bu Abul Hasan al-Karxining shogirdi. O'z vaqtida Bag'dodda Hanafi mazhabining peshvosi bo'lgan. Bunun şagirdi Abu Abdullah al-Jurjani Quduri'nin ustozi. Dalki bu Quduri'nin ustozining ustozi. 370-yili vafot bo'lgan. Abu Bakr Razi zakatni tajibu alat tarahi deb. Yani bizning qarashimizda zakat oldirmay basim bo'lgan, tiz birishi vojib bo'lmagan bir farz emas. وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِالتَّأْخِيرِ لَوْ هَلَكَ. Şuna birisi zakat vacip bo'lgan chaqda bermay, masalan biz her Ramazonda birimiz desek, Ramazonda zakatni bermabdi. Qurban kelib ketdi. Yani bir Ramazon kadar bermay turib bu iqtisoddan ayrilib qoldi, sarmoyadan ayrilib qoldi. لَوْ هَلَكَ yana şu mal-mulk butunlay qo'ldan ketib qolsa, keyin bu siz bermagan zakatni to'lang demaymiz. Bo'ldi ketdi. Xudodan zakat vojib bo'lmagandeklan bir ish bo'ldi demak. Lekin zakatni vaqtida ado qilmaganlik bilan gunohkor bo'lishini. Lekin shu zakatni biz qaytarib qilmaymiz demak. Xuddi masalan, nimaga o'xshaydi desa, biz peshimni masalan asrgacha o'qsak bo'ldi-ku. Peshimga azan chiqqan chaqda o'qimay, 1 soatdan keyin o'qimay bu odam o'lib ketdi. Ayol kishi to'g'risi hayz kelib qoldi dedi masalan. Lakin bu peşimde okumasın buldu degenge o'xshash. Bo'lganki ko'z qarash shu. Va anil Karxi mo Hanafi mazhabidagi katta olimlarning birisi Ubaydullah ibn Husayn, kunyati Abu Hasan. Mush Abu Bakr Razi al-Jassasning ustozi. Abu Ali ash-Shashi va usul shashini yozgan. Shuning ustozi. Bunun muxtasar Sharhul Jami' al-Kabir va Sharhul Jami' al-Saghir usul fiqh risolasi var. Iroqdagi Karx degan kentidan 340-yili Bag'dodda vafot bo'lgan. Bu Abu Bakr Razi Jassas masalan, bu Karxi, Tahawi, Abu Ja'far al-Hindvani degandek fuqarolar o'shani mazhabda imomdan va ikki shogirdidan biri qarash kelmagan bo'lsa, bular bizning mazhabimizda bu masalani mana deymiz deb mazhabga vakillik qilgan qarashdan o'tirib qo'ygan katta olim. Yani ma'nosida aş imomlardan kelgan qarash ya har xil bo'lg'achqa yoki aniq zohir rivoyat kelmagachga bu ulamolar bizning mazhabda unda deb ixtiloflashgan. Usul fiqhda ixtilof bor. Tiz qil ya oldirmay qil demay, bir narsa qil debmiz. Va zakat bu zakatni ado qilinglar dedi. Tiz ado qil ya oldirmay ado qil degan nima yo'q. Shunda mutlaq al-amrul mujarrad kasa to'g'rini bildiramdi, tarafini bildiramdi degan bir talashlar bor. Bu usul fiqhda o'qiysizlar. Shunga Abu Bakr Razi bu zakat namozdan vaqtiga o'xshash vojib muassa' demoqchi ekan. Balkim bu bir yil kechiktirsa gunoh yo'q deyish mumkin.
Çünkü zakatning mesela bir sotkining ishlari eğer bomdod namozida yo asr namozida doklat qilingan bo'lsa, haftaninki mesela yawmul isnaynda doklat qilingan bo'lsa, bu bir yillik ibodatlar bir qatim doklat qilingan bo'lg'achqa masalan Sha'bonda doklat qilingan o'qmas. Biz o'qidik-ku, Muvattada Hazrat Osmon radhiyallohu anhu zakatni Ramazon emas, Sha'bonda berdi dedi. Bu xuddi Ramazon kirishdan ilgari shu bir yillik zakatni butunlay hisob kitobni yurishtirayotgandek bir ahvol bor. Davomki bu balki vojib bo'lsa desa bir yilgacha kechiktirib bo'ldi deyish mumkin. Yoki ba'zida umrining oxirigacha deyish mumkin. Bu ehtimollik bor. Lekin kechiktirish bilan gunohkor bo'ladi deydi. Abul Hasan Karxiy usul fiqhda al-amrul mujarrad for ya tarafini bildirmaydi degan taqdirdami kambag'alning ehtiyojini qamdash uchun yo'l qo'yilgan bir ibodat bo'lg'achqa, kambag'alning ehtiyoji jiddiy hal qilish kerak bo'lg'achqa, darhol berish vojib deb qaraydi. Ham Mushrik Abul Hasan Karxiyning qarashi boshqa usulning qarashi. Shafiy, Imom Malik, Ahmad ibn Hanbalning qarashi. Siz berish vojib, kechiktirmaslik. Bir ish ko'rmasa, shu bir oy ichida kechiksa hech gap bo'lmas. Lekin shuni oldirish lozim deydi. Undan keyin al-amrul mujarrad keldi, lekin kambag'alning ehtiyoji degan bir qarini bo'lg'achqa, kambag'alning ehtiyojini qamdashga jiddiy tutish qilish lozim degan bir qarini bo'lg'achqa, tiz berish lozim degan mazmun chiqdi deb shuni tarjih qilgan, boshqa ushmanmo shuni tarjih qilgan bo'lg'achqa, Hanifiy mazhabdagi bu bir qarash bilan shu mazhabning asosiy qarashi shu. Lekin bu masalada bu ikki ulamo boshqa ustozlardan kelgan naqllarni ashunda ikki xil xulosalangan bo'lg'achqa, imomdan kelgan qarash ikki xil chiqib qoldi. Ammo shu Imom Abu Hanifadan tiz berish kerak degan qarash sal jalliqroq kelgan. Shunga vaqtida bermay kechiktirib qolsa, yukrah degan rivoyat kelgan. Ya'ni yukrah tahriman. Yana İmam Muhammadning Kutub Zahir rivoyatini ixtisor qilgan shu Muntaqa degan kitob bor biz. Muntaqa lil-Hakim as-Sadr ash-Shahid. Shu kitobda favri vojib bo'ldi degan mazmun kelgan. İmam Abu Hanifaning shogirdlaridan Ibn Shuja degan shogirdimi İmam Abu Hanifadan vojib al-for degan qarashni rivoyat qilgan. Undan keyin asosan bir mazhabda jalliqroq qarashda boshqa uch imomning qarashi bilan birga vojib al-for deymiz. Ya'ni o'sha rojih. Demek neticede Hanifi mazhabda jumhurning fikriga qarash bor. Hamda jassosmi ba'zi dalillarni keltirib qolgan qiyosdan. Lekin jumhurning qarashi kuchli o'qidi. Qala va an Muhammadin rahimahulloh ma yadullu alayhi. Yani İmam Muhammad'dinmi vojib al-for deyilgan mazmunda naqllar keldi. Fa innahu qala la tuqbalu shahadatu man lam yuaddi zakatahu. Zakatni bermagan kishining shahodat qabul qilinmaydi. Ya'ni bu adolatga ta'sir etkazadigan gunoh demak. Ya'ni cho'ng gunohlar qatoridan sanagan bo'lg'achqa kechiktirishga bo'lmaydi deb qaraydi ekan Imom Muhammad deb xulosaladi. Qala wa hiya faridatun muhkamatun la yas'u tarkuha. Bu mushunda mahkam bekitilib ketgan, tark qilishga bo'lmaydigan muhim farzlarning birisi. Islomning 5 turikining birisi. Ve yekfuru jahiduha. Zakat farz emas deganlar kafir bo'lib ketadi. Yani zakat bermaganligiga qarshi Hazrat Abu Bakr va ashab-ı kiramlar ijmo qilib urush e'lon qilgan. Yani zakatni bermaganlar shunda bir jutni olis butun zakat bermagan bo'lsa, jang e'lon qilgan darajadagi muhim ibodatning birisi. Hazrat Abu Bakr namoz bilan zakatni Alloh taolo bir jup qilgan. Davomli namozning ismi shunda tilga ilinishi bilan Qur'on karimda zakat bildirildi. Aqimus solata va atuz zakat allazina yuqimuna solata va yutuna zakat deganda endi bildirilgan bo'lg'achqa ikkisini Alloh taolo juplagan bo'lgan ekan, ikkisining o'rtasini ayirgani bilan jang qilma degan. Bu zakatning muhimligini ko'rsatdi. Sabatat fardiyatuha bil kitabi وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وهو قوله تعالى وآتوا الزكاة. Bu iki ayetni misal qildi. Bu iki ayet ulanma emas. Boshqa nurg'un oyatlar bilan farz bo'lib ketgan. Hozir misol tariqasida iki oyat bilan keldi.
وبالسنة وهو ما روينا من الحديث في الصلاة. Hadis lama kelgan bu bir hadis emas, nurg'un hadislardan kelgan. Lekin shuni misol qilib aytsak, biz namozning islomning 5 asosi ekanligini bildirgan hadisning oyog'ida va iqomus solat va ita'iz zakat deb kelgan. Va alayhil ijma'. Zakatning farzligida barliq ulamolar birdek ijmo' qilgan. İslam ümmeti arasında talaş kılmaydı. قال ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ. Zakat qanday kishiga vojib bo'ladi desa, bir kishiga pul vojib bo'lmaydi. Al-muslim musulmonga vojib bo'ladi. Albatta musulmonga vojib bo'ladi deganda kafir vojib bo'lamdi, bo'lmaydi deganda ixtilof bor. Biz jiq masalalarda o'tibqo, usul fiqhda talash tortish bor. Halil kuffaru mukallafuna bi furu' shari'a degan asosan ba'zilar mukallaf deb qaraydi. Al-muslim al-aqil al-baligh. Anda hur degandan li'anna al-'abda la milka lahu. Chunki qulninki mulki bo'lmaydi, iqtisod bo'lmaydi. U qo'lda agar iqtisod bo'lib qolsa, u iqtisod va o'zimi xo'jayinning hisobi. والكافر غير مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول. كافرlar furuatga taklif qilinmagan yoki furuat buyruq shaklida uni xitob qilmaydi deb. Furuat ibodatlar. Mana bu usul fiqhidagi talashlar. Lekin kuffarlar iymon etishga taklif qilindi. Aminu. Nima iymon etganlar deb xitob qilindi. İman etgandan keyin ondan furuatni qiling deb o'chada beramiz. Lekin unda bu shayni bir mazhabmi far mukallafuna bil furu' degan masalada ikki xil qarash bor. Oxiratda furuatni qilmaganlikqa jazolanganligida ittifoq asosan. Ya'ni shu zakat berganlik, tinesirga majburiyatni ado qilmaganlik bo'lsin, o'shaga ayrım cezalandı. Ayette dedi "Qalu ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakun minel musallin. Ve lam nakun nut'imul miskin. Ve kunna nukazzibu biyevmiddin. Mesela ayrım ceza var. Lekin dünyada ada qilishga buyuriladi degan masalada, yani bunadaki Iroq ulamolari mukallafuna bil furu' degan. Samarqand ulamolari g'ayr muxotabun degan. Buxoro ulamolari ada qilishga buyurilmaydi, e'tiqod qilishga buyurildi degan. Kafir. Qanday bo'lmasa bu usul fiqhiga bir talash tortish. Mushunga asosan bu kafirga vojib bo'ladi, bu ada qilishga buyurildi, qiyomat kuni zakat ado qilmaganligi uchun ayrim bir jazolandi degan masala kelib chiqadi. Was-sabiy wal-majnun ghayr mukhatabayn bil-ibadat. Yuqorida al-aqil al-baligh dedilar. Yani sabiy olan saran kishi bu ibodatga xitob qilinmaydi odatda. Wa hiya min a'zamil ibadati li'annaha ahadu mabanil islam wa arkanihi. Wa hiya yani zakat islomdagi eng cho'ng turk ibodatlardan. Bundan keyin sabiy bilan majnunga zakat vojib emas. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. Yani üç kişiye günah yazmaydı. Lekin savabı kısımlarını tutması defterge yazıldı. Rufa'l qalam anil atham demek için. Mesela ibadet islaha bir buyuruş var. Yani günah yazmaydı. Mesela muru evladakum bis salati li sab'in ve dribu malaya bi 10 nama. Onu bir teklif qilish buyuruş var. Bazı ahvallarda bunun evliyaları sabiy ve mecnun evliyasıga buyruq var. Kaç kişi balını velisiga buyurildi, kaç balını velisi buyuruydu. Hani bazı sahabeler bir kişi balısını götürüp o acıkıysa bolamdı degan chaqda bo'ladi, san ajr bor degan bo'lgan ekan, bu yaxshilik qilsa defterga yozilmoqda. Doim bu yerda gunoh yozilmaydi deymiz. Ani sabiy hatta yahtalim, sabiyya aydan hatta tahid. Balag'atga yetganga qadar sabiy balla gunoh yozmaydi. Va anil majnun hatta yufiqa. Ba'zi rivoyatda hatta yaqila deb kelgan. Saranlıqqa eshilganga qadar va anil naim hatta yastayqid. Uxlagan kishi uyg'ongunga qadar deymiz. Va qala Ali radhiyallohu anhu la tajib alayhi zakah hatta tajib alayhi salah. Namoz vojib bo'lgandan keyin zakat vojib bo'ladi demak. Ana bu mazhabda sabiy bilan
Mecnun ikkisininki mal mulki bo'lib qolsa, uningda zakat vacib bo'lmaydi dedi. Lekin jumhur vacib bo'ladi deydi. Hozir Hanifi mazhab o'zining qarashiga dalil keltirdi. Hadisni va aqliy dalildan birine keldi. Cumhur ulamalar sabi ve mecnunun mal mülkida zakat vacib bo'ldi degan. Nima uchun degan chaqda bularning qarashi asli kambag'allarning haqqi sabi ve mecnunun mal mulkiga taalluq bo'lgan. Xuddi masalan kichik baldan birisi mashinani haydab jang qilib birisini so'qib olsa, mashina so'qib olsa, to'lam kelamdi kelmabdi. Ya bu mukallaf emas. Bu bizlar to'lamaydi demaymiz. Shu puli so'rasa, to'lib olamizmi? Undan keyin boshqalarning qarzini to'lashi lozim. Zakatmi o'z kambag'allarning qarzi. Undan keyin bu zakatni to'laydi, lekin bu kichik bola olgandan keyin bu ishni o'zi qilib yurmaydi, uning valisi zakatini berib qo'ydi deymiz. Bu jumhur ulamaning qarashi. Ya'ni bandalarning haqqi sabi va majnunga bo'yniga keladi. Majnundan birisi bir aynakni chaqirib yurib ketsa, majnun akilib pul so'rasa, pul tutangan. Kichik bolalar shunda zakat faqirlarning haqqi bo'lgandan keyin berish kerak deydi. Undan keyin shu sabining valilari, sarangning valilari uning zakatini ayirib qo'ydi. Jumhur shu sabilarning, yetimlarning mol mulkida tijorat qilib qo'yanlar, ishlatib qo'yanlar bo'lmasa zakat orqali bu azib ketadi degan hadisni ag'im bo'g'ashqa sabilarning sarangning mol mulki zakat vacib deb qo'ygan. Hanifi mazhab buni ummag'achqa umum dalillar bilan sabi va majnunning mol mulkida zakat vacib bo'lmaydi degan. Lekin Hanifi mazhabning yana bir ojizlik nuqtasi sabi va majnunning qo'l mulkida ziroat terildigan zimin bo'lib, bunda usul chiqib qolsa, sabi va majnun o'shirishni ayirish lozim. Nanki bu bir ojizlik. Belki bular o'shir kelgan chaqda, yo'q bu ziminning haqqi. O'shir ziminning haqqi. Bu egisi kichik bola bo'lsin, cho'ngadan bo'lsin, buni qaramaymiz, zimin qaraymiz deyish mumkin. Nima jumhurmi? Buni egisiga qaramaymiz, pul qaraymiz. Bu pulda jiq bo'lib birisining qo'lda bo'lgandan keyin kichik bolaning qo'lda bo'lsin, sarangning qo'lda bo'lsin, kambag'alning haqqi unga taalluq bo'ldi deb qo'ydi. Ularga bu jumhurning qarashi shu kuchli. قال إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن الحوائج الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول. Bu zakat vacib bo'lishning shartlaridan birisi desak, nisob bayliq o'lchimi teplishi lozim. Hozir nisobni nechpul deymiz? Masalan 25 ming ko'y atrofida 85 gram oltinni 300 ko'ydan bo'lamdi. O'shunday hisob-kitob 25 ming ko'y atrofida iqtisod nisob bo'ldi. Shunda bir pul bo'lsa, xoliyan an-dayn, boshqalarga birdan qarz bo'lmasa, fadilan anil havajil asliya, o'zining hajadigan chiqimlaridan ortiqcha pul bo'lsa, ash ortiq pulga zakat keladi. U pulni ishlatsin, ishlatmasin. Milkan tamman, ash pulga to'liq ega bo'lsa demak. Fi tarafay al-hawl, yilning 5 yildan oyog'ida. Masalan, shu pul qo'lga kirgan chog'i 25 ming qachon ega bo'ldi desak, masalan, birinchi oyda ega bo'ldi desak, shu birinchi oyda yana birinchi oy qadar bu tarafay al-hawl, yani bir yil desak, birinchi oy bir taraf, yani birinchi oy bir taraf bo'ldi. Shu boshlanish bilan oxirlash nuqtasida pul bo'lib qolsa, agar 25 mingga birinchi oyda yo'lab, keyin 5-oyda butun qo'ldan ketib qolsa, bu yana yuzib ketib, keyin 25 mingga qachon chesa shu chog'dan tortib, undan yangi boshlarni hisoblaydi. Yani 25 ming ko'y dastlab qo'lda bo'lib, keyin 20 ming ko'y qoldi, keyin 10 ming ko'y qilib, keyin yana yilning oxirida 25 ming ko'y chiqsa, zakat vacib bo'ldi deydi. Bir yil o'tgan bo'ldi. Endi buni yuqorida iborat shu muxtarning iboratinami sharhlatidir. Ammal milku fali'annaha la tajibu fi malin la malika lahu kalluqata. Demak, shunda ega bo'lgan chaqda undan berdi desak, egisi yo'q molda zakat vacib bo'lmaydi. Masalan, tepib olgan, ushrab qolgan mol bo'lsa, bu tepib olgan kishining emas u.
saqlab qo'ymizmi? Igi chiqmagan holatda unga zakat ayirib qo'ydigan ish yo'q. Shunga birisi igi bo'lish lozim dedi. Va amma nisobu nima uchun o'lcham bo'lish kerak? Boylik darajasiga yetgan bo'lish kerak desak, faliyannahu sallallohu alayhi vasallam qaddarahu bihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boylik o'lchami bilan o'lchab bekitgan bo'lg'achqa biz shu nisobni shart qilamiz. Faqala laysa fi aqalla min 200 dirhamin sadaqa. 200 tangadan azroq sotib qolsa zakat kelmaydi dedi. Bu anda şu çağdaki iqtisod seviyesinde bazı kumush bilan, bazı oltin bilan bekitgan. Ashruna misqal oltin. Yani 85 gram. Bir misqal 4 gram çarak. Boğaçqa 20 misqalni ko'paysak 85 gram degan mazmun chiqadi. Shu chaqda 85 gram oltin, yani 20 tilla, bir tilla 10 tangadan almashtirsak 200 tanga deb chiqdi. Hozir hamda kumushni asos qilib hisoblandik, oltinni asos qilib hisoblandik. Ulamolar chiqib qarashda hozirmi. Lekin ko'pchilikka asosan 90% o'sha oltinni hisob qilamiz. Nima uchun? Kumushningki qimmati baklam tushib ketdi. Tugini masalan 5 tuga yoki qo'ydan tirib qo'ygandek o'lcham bormi? Shu o'lchamda bahasini hozir udlab ekersak 85 gram oltinga yaqinlashadi. Ama 200 tangaga yaqin kelmaydi. Bu zakat nisobini kumushida hisoblab qolsak, baklam oz chiqadi. 3000 ko'y, 4000 ko'y chiqadi. Mevzuga asli hojat deganda shu masalan 1 yillik ketadigan chiqib ya bir yillik ketadigan hozir masalan o'zining ehtiyojini qamdab minglab bu 1 yil shu 25 ming ko'y masalan qo'lda hisoblab yig'ilib qolsa, 1 yil tursa shuni zakat qildi. Agar yilning oxirida bu hajlar o'zining nimasiga uy ijarasi yilning oxirida 5 ming ko'y qolib qolsa zakat vojib bo'lmaydi. Mesela 25 bin ko'y qolsa lekin bizdan bu 25 ko'yga birga chiqadi. Şöyle çıkım arayı çıkım. 25 ming ko'y qo'lga kirganini tatib 1 yil ashunda ortiq holatda zapas tursa, undan keyin kildi. Demak mesela 1 yil oldida bir zakat berar. Mesela diyorsunuz bir gün mesela bulama 25 bin ko'y kelgan bo'lsa, 1 yil tutulab balki bir yil yaxshi arası 1 yil o'tib bir bulama. Mesela 25 ming ko'y hozir sizning qo'llarga kirdi degan. Kirgandan keyin 1 yil o'tgandan keyin ondan şu 25 ming ko'yning kim qamgan bo'lsa zakat bir. Agar 25 ming ko'y hajlab 10 ming ko'y qolgan bo'lsa zakat kelmaydi. Bu ham eng tuvan o'lchami emas. 25 ming ko'y degani emas, eng tuvan o'lchami. Bularga ma'qul qilsa zakat bermay garini qilib qolishnami? Bu hozir chiqdi. Darsni o'qib kelmaganligini alamati. Shuni biz kitobda o'qilgan darsni bir kun burun o'qitib kelinglar deymiz. O'qitib kelgan chaqda kitobda satr chiqadiganni aldirab so'rab qolmang. Bundan keyin nisob yilning 5ida oyida 1 yil ashunda muqim tursa 25 ming ko'y zakat qildi. Agar barliqda 20 ming ko'y 10 ming ko'y chiqib, yana oxirida 25 ming ko'y o'rlisa, yani zakat qildi. Ammo 25 ming ko'y ketib yilni o'ttirdilar, pak suyib ketib, keyin jiyadin 25 ming ko'y Makkada esa shu chigan kunni tatib yana 1 yilni manday soladi. Bu anda addisada yashayotgan odamlar shunday pul chirib qiliblar, bundan qilsa shunda qulay bo'lishi mumkin. Unda tijorat qilayotganlar kirdi, chiqdi, oydi, to'laydi, bunda bo'layotgan ekan, buningga shu har yili masalan Ramazon deb qolsak, Ramazonda zakat berib mini yurgan ekan. Sal to'ldi ya açtı yani to'ldi, açtı bunda. Buni bilan garib. Ama her bir pulni masalan ma'qul mana kirgili 1 yil bo'ldi. Ma'o 6 oy bo'ldi deb har birisini unday hisoblash mumkin. Hozir nima murakkab tushib ketdi. Ammo birisi bir talibimiz oddiy hayot yashayotgan bo'lsa, gar 100 ming ko'y miras kelib qoldimi? 100 ming ko'y miras kelgandan tortib 1 yil o'tgan chog'da qo'lda vaqt zakat bergan turibdi. Ama ticaretçinin hamdı bu. 25 ming ko'ydan to'lab qolmasa,
İkinci yılsın belki bir şikayetin kardeşim mümkün olur. Şikayetten bir koyu başlamak istiyorum. İkinci yılı? Ya birinci yılının ayıgıda, birinci yıl koşaşın ilgiri 25 bin koydum tövlemeyi tutsa zekat bade. İkinci yılı yani bir havlını hesap kılınmaz. Yılın 25 bin koydum tövlemegen, yılın ahırda mı tövlemese zekat kıldı. Eğer tövlep ketip onun koyu kapası zekat. Ya bir yıl ötüşe bu başka delillerden unutuyor. Yani kulu kirgen aman emas, bir yıl ötkenliğin ki şu çağda anda zekat ayırış vacip oldu. Yani bu bir yıl keşifligen bulmaydı. Yani bu kılmasından bu yıl Ramazan'da kullanma kirgen, kiler yılı Ramazan'da zekat vermez. Şu kiler yılı zekat biriş şu çağda andın bir yıl ötkeçke vacip oldu. Ama ben bir yıl ötküzetken bulmayım. Yani bir yılga keçiktirsem o çağda bir yıl ötküzüm. Aslında bu bir yılın ötesini şartla sen ulamalı asas etip bakın. Çünkü bir yıl tütmesilik. Kişilerin iktisadi ahvalımı bir ilgispasılap bir cahil şırgan bir melekli olan ki bir hafta içinde ya bir ay içinde desek belki uyandan bölük etmesi mümkün. Şu bir yılını şunda şart ediyorum. وَكَذَا وَرَدَ فِي سَائِرِ النُّصُبِ Başka mal mülklerinin ama o hadis kelgeni hazır kümüşninki nisabı altında aşırı nifal gelmez bunun kelgen tüge mesela koy, kala tamamıdır nisab keldi değil ve emma khuluvuhu anid-dayn yani şu kadar haliyen anid-dayn diyen karzdan hali yani başkaları berişi yok halatda nisab kıldı bolsa denge eğer 25 bin koy pul baken Bugün başkalarına 10 bin koy berişi baken bunun kolda 15 bin koy bağ deyin gep. فَلِأَنَّ الْمَشْغُولَ بِالدَّيْنِ مَشْغُولٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَةِ Çünkü kazga beriş gerek olan mal bu da özünki sarf kılıp etken maldak. Özünün ihtiyacı hacletiş gerek olan maldak bir tanesi. Yani onun gelini tarzdan halas kılış için zörül boğaçta. لِأَنَّ فَرَاغَ ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْحَائِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَهَمُّ الْحَوَائِجِ Bunun cennet girişke tosal bulap kaldığın kaz xatarlık nazır. Sonra Resulullah'ı öyle ketken sahabının namazını düşürüştü ilgili karizden agahlandırış için sorab kazı ada kılmağın boz namazını düşürmek. Bu bendilerin hakkı olan diyor, bendilerinin hakkı şu ilgisi ötü etmek için Allah-u Teala ödümediğin boğaçta. Demek bu xuddi cennet girişke tosak bulduğun narsa. Ondan bu kişi zürür ada kılması olmaydıgan. Xuddi yemek içmek zürür hecmiz olmaydıgandek bir çıkım boğaçta bunu aş qo'ldagi iqtisoddan chiqarib o'tmas deb hesaplamay turmas. El-ha'il beynehu ve beynel cennet nima desak shu huququl ibad boshqalarning qarzi. Fasara kat-ta'ami vel-kisva. Shuna bu qarzga to'laydigan pul xuddi biz oshxonada yemak ichmakka uni to'laydigan puldek, kiyim-kechakka to'laydigan puldek bo'ldi deydi. Wa li'annal milka naqisun. Qarz bo'lgan ahvolda sen pulingni 25 ming ko'yga ig'dochilikni to'liq emas. Chunki bu 25 ming ko'yning 10 ming ko'yi taxmin puli. Pulingni pul va xaloni tasarruf qilmagan bilan avval kilo mamnun pulim deb qozi orqali ililishi mumkin. Şu mülke naqis, to'liq egamasdek bir ahvol bor. Li'anna lil-gharimi akhduhu minhu bighayri qada'in wala rida. Hatta da so'chdan qashqin bo'lmay, bu odamniki shu pulni qarz egisi gachli ilovasa yo'llaydi. Masalan, birisida pul bor, 10 ming pul bor. Bu odam ya bermayman bu da so'rab qilgan bo'lsa, fursat chiqqan pul bo'lsa, gachli ilam tatib olsa bo'ladi. Tatib olgandan keyin bu qanday qildi? Agar norozi bo'lsa, sudga arz qilsin. Sudga borgandan keyin nima bo'lmoqchi? Pulni bergan, bu mening pulim deb oldim desa, shuni berib qo'yadi. Undan keyin bu haqning qazi bu odamning to'liq mulki bo'lmagandek bir ahvol bor. Biz zakat berish uchun mulki tamni shart qilgan. Bo'ldi. Ba'zi hadislarda
kimki o'zining narsini shu kishida topsa fa huwa ahaqqu biha. Masalan bir yanfunni bir aylan shitollay birinchi taqada qarz oldi yoki il oldi deydi. Bu mening haqqim shunami? Bu birinchi taqada bo'lgandan keyin yana bermasa, akalar bundan chiqsa ketgan gap. Men narozi etdim, u degan gap. O'g'lab ilog'im bo'lsa, yo bulab ilog'im bo'lsa, biz qachon shuni topsak, gachchida olgan. Bizni topolmay qolsak, banasini desalagan. Elitlan ko'tarib ketgan. Oyatda dedi-ku: "Wa laman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil, innama as-sabil." Yani bu zulm o'shirdi, haqqini olgan kishiga javobgarlik qilmaydi. Wa li anna Alloh taala ja'alahu masrifan liz-zakat. Yani Allah Teala bu qarz bo'g'lab turgan kishini zakat oladigan kishi qildi deydi. Yani bu qarz bo'g'ilgan odam zakat oladigan odam, zakat beradigan odam. Val g'arimin shlama va bayna wujubiha alayhi va jawazi akhdiha tanafun. Lekin bu qarz bo'g'ilgan odam bir tarafdan zakat ayırman deydi, bir tarafdan boshqadan zakat as bo'lgan bo'lsa bu bir rizqlar qilar. Va sara kal mukatabi. Şu bu mukatabga o'xshash. Mukatab xo'jayinidan azat uchun to'xtamlashgan. Masalan, 5 yilda 5000 ko'ydan 5000 ko'y ekib beraman, azat qilib erishma degandek to'xtam qiladigan desak, bu shu 5 yil pulni to'lab bo'lguncha mukatab. Bu pul topgan bo'lsa, xo'jayiniga 5000 ko'ydan bir qolgan pulni tepib turgan, lekin to'liq berib bo'lmagan holatda bunun mülki dafa naqs oldu. Şundan ki bunun mülkide mi zekat vacip olmaz sen yapışkıdı. Ve in kana lahu nisabun fadilun an'd-dayni zakkahu li'adam al-mani'. Zakkahu da şu doğru. Ya mukatab mı? Xo'jayini topshirgan pulni topshirmagan holatda, xo'jayini qarz bo'lganda şu 5000 koyni şu yılda topshirgan bo'lsa, bu 5000 koyga zakat bermaydi deydi. Uningdan sirt 5000 koydan sirt, ya'ni 25000 koy qoldi. Bo'lsa, uningga zakat berdi. Chunki bu 25000 koyga nisbatan bir qarz yoki yo'q deydi. Val muradu daynun lahu mutalibun min jihatil ibad. Endi qarz desa, qarz badani zakat kelmaydi, qarzni berib o'tganligi, chiqarib o'tganligi qapqog'ini burdi desak, bu qarz qanday qarz deymiz? Bandalardan basamobdi deb talab qilgan qarz bo'lsa, shuni chiqarib o'tamiz. Wa ma la mutalib lahu min jihati al-ibad la yamna'u kal-kaffarat wan-nuduri wa wujub al-hajj wa nahwihi. Yani bandalardan ash pulni basamobdi deb talab qilgan bo'lmasa, masalan, kapparatni bu Alloh taoloning shunda bersin deganmiz. Bu bandildan biz talab qilmaydi. O'zi berishi lozim. Nazr bo'lgan bo'lsa-mu, men menda sadaqa etdim deb o'zi ustiga olgan bo'lsa, o'zi berdi. Haj uchun chiqim qilishmi shunda. Va nafaqatu ma lam yuqda biha la tamna. Yana masalan, ayolga xarajini qilib tashlabdi. Balchaqasini tashlatdingiz. Her ayda 5000 koy lazım. Sotqi berib bu balning dazisi tashlattı, bizning xarajimizni nafaqa basildi deb talab qilmagan holatda, bu ayol talab qilmagan holatda shuni tashlatdi. Ya insonga yomonlab ketdi masalan, tashlab ketdi yoki ajrashgandan keyin bir balani ayol olib ketdi, u balning nafaqasi dazisi vojib. Buni ular talab qilmaydi. Masalan, uyg'urlar talab qilmaydi-ku. Ba'zi talab qildi, ba'zi talab qilmaydi. Talab qilmagan taqdirdami, igiz talab qilmagan qarz hisoblanadi-mi? Kapparatga o'xshash. Bularda talab qilg'uchisi bo'lmag'achqa bu chiqimni, bu zakatni to'sab qo'ydigan qarz qatoriga kirmaydi. Masalan, bir odamning 25000 ko'y bo'lsa, ya'ni ado qilish bo'lgan kapparati, balcha qisqa bergan nafaqalar bo'lgan bo'lsa, yaxsan zakatni beraversa 25000 ko'y. 10,000 koy masalan shu narsani tashkil qilgan bo'lsa, zakatni beraversa, qolgan 15,000 koy qoladi, 10,000 koyni aniq qilishdan demaysa. Nima uchun buni talab qiladigan ish yo'q. Agar nafaqani talab qilib
qozixona olgan bo'lsa, o'sha qarz hisobi chiqaradi. O'xshash. Vaqt kelmagan qarz. لأنها ليست في حكم الدين. Yani bular qarz o'rnida emas. Yani buni hozir bilsa, mana qimmatli birodar talab qilgan bir ahvol yo'q. Undan keyin bu ahvolda mushturlik chiqimlar zakatni to'sib qo'ymaydi. Faiza qudiya biha sarat daynan. Nima bolasini bolankan, buni onasiga tashlab qo'ysa, har oyda $100 nafaqa pishib qo'ymaymiz desa, bu chaqda bu qarz hisobida shuni chiqarib o'tish lozim. Faiza qudiya biha sarat daynan famana'at. Lekin mushuk qarz nafqiga masalan buyurilib bergan qarz xuddi boshqa birisiga birdan qarzga o'xshashlar zakatdan chiqarib o'tildi. Mana degani ashu pulni zakat kelmaydi. Ash pulni zakat berishni to'sab qo'ydi. Lekin undan boshqa oshirgan pul bo'lsa zakatni to'smaydi albatta. Masalan 10 ming ko'y boshqa birisi ekan, qo'lda 100 ming ko'y pul bo'lsa 90 ming ko'y qiladi-ku. Zakatni berib, lekin 10 ming ko'y o'zida zakat bermaydi. Vaqtalafu fi dayn zakat. Mana zakatni bermay gadinni qopdi. 1 yil o'tdi, zakat vojib bo'ldi, zakatni bermadi. Masalan 10 ming ko'y zakat ketgan desak, 10 ming ko'yni bermay kechiktiryaptimi? Gadinda 10 ming ko'y zakatdan qolgan Allohning haqqi va kambag'allarning haqqi bor edi. Qala Zufar, Anbiyada hangi mazhab imomlarining o'rtasidagi ixtilofni bayon qildi. Qala Zufar la yamna'u fil amwalil batina. Ulamolar zakat babida mal mulkni amwalil batina, amwalil zohiradan ikkiga ayiradi. Boshqalarning yushughli bo'lgan, yushughli bo'lmaydigan iqtisod deymiz. Amwalil batinani oltin, kumush, pul va tijorat tovarlari deb. Masalan tijorat tovarlari soat 1000 soat bo'lsa, buni sandiqqa bizga yoshirib qo'yildi demak ekan. Amwalil zohira masalan ziroat, etizlikda uni ya'ni sho'g'linmaydi. Qo'y kalbinasini cho'qim bir eg'ilda turishlar uni yoshirib qo'yilgan ekan. Shuni amwalil zohira demoqchi. Shuni ikkiga ayiradi. İmam Zufar debdi, o'tgan qatimda vojib bo'lib bermagan zakat bu bir qarzdek desak, kambag'allarning qarzi yoki Allohning qarzi deyli, haqqulloh va haqqul fuqaro desak, bu shu kishining gardini bir qarz. La yamna'u fil amwalil batina. Oltin, kumush va tijorat tovarlari olib qolsa, o'tgan yil 10 ming ko'y zakat berish kerak deb bermadi. Bermagan ekan, bu yil ya'ni qo'ldagi hamma amvol batiniga zakat ayirdi. Masalan, qo'lda 100 ming ko'y oltin, kumush, pul va tijorat tovarlari bor. 100 ming ko'y. 100 ming ko'yning 10 ming ko'y asli o'tgan yil zakat berish kerak deb bu 10 ming ko'y zakatni bermay shu 90 ming ko'ydan 100 ming ko'y bo'lib ketgan bu. Endi hozir zakat vojib bo'ldi desak, siz 10 ming ko'yni o'tgan yilning zakatga deb buni bir tarafga ayirib qo'yib, qolgan 90 ming ko'yga beramsiz yoki 100 ming ko'yning hammaga beramsiz desa, Imom Zufar 100 ming ko'yning hammaga beradi. Li'annahu sababun mikan la mutaliba lahu min jihatil ibad. Chunki bu amvalul batinani insonlar ichidan zakatni bermasa, bu zakatni deb talab qilgan odam yo'q. Xuddi kapparat va nuzurga o'xshash qiyos qildi. Li'anna al-adaa lil-malik. Chunki bu oltin, kumush, tijorat tovarlarini shu kishi o'zi beradigan narsa. Ammo amol zohirincha islom davlati zakat xodimlari orqali o'zi to'playdi. Ya'ni Zufarning qarashi o'sha. Meşanlarda bende pul yok, yanımda birisi yok deb turasa. Yoshiralaydi. Pul yo'q demanda ziyon tartib to'plab o'tsa, dinasi emas. Lekin unda qo'y kala etizligi ziroatni shunday qarablan ma'nima deyardi. Lekin bu Zufarning qarashi, ya'ni mazhabga boshqa ulamolar mazhabga vakillik qilgan qarash emas. Va qala Abu Yusuf rahimahulloh in kana ad-dayn fi dhimma. Endi Abu Yusuf shu Zufarga yaqin bir qarashni tutibdi. Ad-dayn fi dhimma, ya'ni shu zakat berish kerak bo'lganda shu 10 ming ko'y bermay, keyin bu 10 ming ko'yni hajr tutib oldi deydi. Gadanda bor, o'zi yo'q.
pulning o'zi yo'q hozir. Gadanda bor edi. Biyan istahlaka mal zakati ba'da al-hul. 1 yil o'tgandan keyin zakat puli olgan 10 ming ko'yinmi bu hijratdi. Mashinamizlar minvertdi masalan. Va baqiya fi zimmatihi. Nalgash 10 ming ko'y qaz gadanda qoldi shunama. Va malaka malan akhar. Ana hamma pulni hijlatdan qo'ygan keyin zakat pulini hijlatdi bu. Hijlat bo'lgan keyin ondan dars tugab ketib 100 ming ko'y miras qoldi. Bundan yangidan boshlaymiz desa fa innahu tajibu alayhi zakat. 100 ming ko'yda zakat vojib bo'ldi deydi. Agar o'tgan yil bergan zakat 10 ming ko'y murba, yana 90 ming ko'y pul bor, 100 ming ko'y munda bo'lgan bo'lsa, o chaqda 10 ming ko'yda zakat kelmaydi deydi. Chunki bu zakat pul, buni yana zakat o'rdash yo'q. Ya'ni har yil o zakatning qaziga zakat munda ayirg'ash yo'q demakchi. Lekin uni hajlab qilib, keyin yana yenidan 100 ming ko'y kirgan bo'lsa, 100 ming ko'yga to'liq birdo 90 ming ko'yga emas demakchi. Wala yamna'u ma fi zimmatihi min al-wujub. Gadinda qapqaga 10 ming ko'y qaz, zakat qazi, qo'ldagi 100 ming ko'y pul to'liq zakat berishdan to'sab qo'yilmaydi. Agar insonning qazi bo'lib qolsa, 10 ming ko'yni hisobdan chiqarib 90 ming ko'y berdi. Walau kana ad-daynu fil 'ayn. Agar qarz gadinda otilib qolgan pul olmay, bir oldida naqd bo'lib qolsa, yani Abu Yusuf shundan ayirdi. Gadiniga qapqagan qaz shaklida bo'lib, uni hajlab bo'lib, hani yenidan bunda pul kirgan bo'lsa, uni boshqa qilib qaraymiz. Lekin shu pulning o'zi hajlab bo'lmadi, naqd bor edi. O'tgan yili bermagan 10 ming ko'y zakat qildi bor ekan. Ayn degani shu naqd bor demakchi. Qarzdan muqobilda ad-dayn val ayn. Kaman lahu nisabun famada alayhi sinun. Masalan, 25 ming ko'y pul bor ekan bunda. 10 yil o'tibdi. 25 ming ko'y shunda pulni bor ekan. 10 yil o'tib ketdi deydi. Fa innahu la tajibu alayhi zakat li jami' ma mada min as-sinin. O'tib ketgan yillarning hammasiga zakat vojib bo'lmaydi. Lekin bir yilga zakat vojib bo'ldi albatta. 25 ming ko'y qo'lga kirdi. Bir yil o'tdimi? Bir yil esa shu 25 ming ko'yni davomlashib turgan bo'lsa, yil oxirida 25 ming ko'y pul bo'lsa, bir yilning zakati vojib bo'ldi albatta. Lekin uningdan keyingi yillarning vojib bo'lmaydi. Nima uchun? 25 ming ko'ydan zakatni ayirsak, nisobdan to'lab qoldi. Siziqning to'lini uchib ketdi, tamom? Unda to'lab chiqib ketgan gap. Xilafan zufar. Zufar yo'q ashuni vojib bo'ldi. 10 yil 25 ming ko'yga. O'sha har yili 25 ming ko'yga nashkul birda 50 nashkoydan bersa masalan. 50 nashkoydan har yil 50 nashkoy 10 yilga 5 nashkoyramda masalan ajna birdi demakchi. Abu Yusuf bermaydi. Bir yil lashi kelib qolgan bo'lsa, bir yil ber. Uniki nisobdan shunda to'lab ketgan ekan, zakat vojib bo'lmaydi demakchi. Ba'zilar Abu Yusufdan so'rabdi. Bu Zufarga qanday raddiya berilar desa, bu 200 tangaga 400 tanga zakat qildi deganligini men qanday raddiya berib o'tiray. Ya'ni 80 yil o'tsa 200 tangaga 400 tanga zakat qildi. Masalan 80 yilda zakat bermay bunda kelsa 400 tanga zakat qildi dedi. Unga bu 200 tangaga 400 tanga zakat qildi, ikki hassa. Yani 200% zakat qildi deganligini men qanday raddiya berib o'tirmayman dedi. Bu anda Zufar bilan Abu Yusufning qarashi ikkisining azroq farqi bor. Lekin ma ikki imomcho, ya'ni tarafan Abu Hanifa va Muhammad bunda qaraydi. Va indahuma, ya'ni inda tarafayn al-Imam Abi Hanifa va Muhammad rahimahumullah la tajibu az-zakatu fil faslayn. Fil faslayn yani fil amwal al-batina va fil amwal al-zahira. Yani zakat farzi bo'lib qolsa, uningga zakat kelmaydi deymiz. Masalan, 10 ming ko'y zakat qarz bor ekan, bermabdi. 90 ming ko'y qo'lda yana pul ashudi. 10 ming ko'yni zakat qarzi deb ayirib qo'yib turib, 90 ming ko'yga zakat berdi. Bu oltin kumush pulda. Yani uningdan boshqa masalan, qo'y kala, charmal bo'lib qolsa-mu, ay kelgan zakatni mayonga ayirib qo'yib turib, buni hisobiga emas narsa bu. Allah'ını ve fakirlarını hakkıdır mutlusa, bu kaptağını birdir. Hanefi mezhepten üç karışıysa. وَيَمْنَعُ الدَّيْنُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الذِّمَّةِ اَوْ فِي الْعَيْنِ. Abu Yusuf, ayinde olup qaz vermeydi, zimmede olup qaz verdi. Bu İmam Abu Hanife ve Muhammed bunun farkı yok dedi.
لأن الأخذ كان إلى الإمام. بهذا الأموال الباطنة وبدلغة بهذا الأموال الباطنة ظاهرة أيضا قطعنا. لماذا؟ أموال الباطنة أصلا دولة ألتة. أموال الظاهرة دولة ألتة. لكن Hazreti Osman'ın zamanı gelgen çağda ve Osman radıyallahu anhu fawwadahu ilal mullak baylağın özge üzerine zekten ayrılma bunu man jıgı bunu kullanmayken ma amada dairenin ki bağ etizlik kelip lama öşürman çekiştirgen de bulan bunu alay koy kala tögilerinin ki hesaplatmam alay altın gümüş ticaret tavırlarının ki uzanlar bir ötanlarda tapşuğan eli hem devlet zekat xodimlar orqali adam bankada asallam go dükkan ya bankada asallam hukumatlar iqtisodni bilib oladi. Ha sen bankada 1 million pul varken zakatini ayryapman deb o'zi avtomatiklan elib olsa yoki o'zining ixtiyoriga tashlab qo'ysin bo'ldi. Va zalika la yusqitu haqqa talab al-imam. Unda Zufar buni talab qiluvchi yo'q dedi-ku. Talab qiluvchisi bo'sh bo'ladi unda. Ya'ni davlat zakat xodimlariga olaman desa talab qiluvchisi bo'ldi. Bu yo'q deganlik emas. Hazrat Osman o'zini birovga tashlab qo'ygan yeri bor. Hatta law alima anna ahla baldatin la yu'adduna zakatahum talabahum biha. Shuna davlat raisi falan şanın adamlara qo'lga oltin kumush iqtisodga zakat bermaydi deb xabar qilib qolsa majbur asi bo'ladi. ولو مر بها على الساعي كان له أخذها. مر على الساعي degan sa'i degan zakat to'plovchi. Bu aslida bunda oylanib, bog'mi bog', bunda oylanib, qo'tanmi qo'tan oylanib, aslida manchimo bog' ekan, buni manchitonni uzum chiqadi. Pishgan chaqda kelib olman deb tagizib qo'yib ketib, keyin pishgan chaqda ilib ketganda oylanib yuradigan bo'g'achqa sa'i. Zakat kadri, zakatchi deymiz. Zakatçının aldığı berab buraydan man zakat vermeyecektim, pulumun zakatını asla deb qolsa o'dan tashib asi bo'ldi. Fakana lahu mutalibun min jihat al-ibadi. Lekin bu bandlardanmi akila deydigan egisi bor bir pul bo'ldi. Lekin bu zakatni to'sab qo'ydi. Xuddi bir insonga berish kerak bo'lgan pul qarz deklam. Va daynul mu'taridu fi khilal al-hawl. Yılın o'ttirda birisiga masalan 1 oylik 2 oylik bir qarz geçirib qilib uni qutuldi masalan. Yamna'u 'inda Muhammadin khilafan li Abi Yusuf. İmam Muhammad mushu qarzni nimani to'sidi debdi. Yani bu nima deb iborat? Ad-daynul mu'taridu fi khilal al-hawl degan 25 ming qarz 25 ming qo'lda hisobotib shunda ham hammasi ketadigan bir qarz bo'lib qolsa, yilning o'ttirdi bo'lsa bu zakat to'sab qo'ygan. Bu qanda hisoblay desak, keyin qo'liga 25 mingga kirib qolsa, shu chaqdan tortib noldan boshlaydi. Bu yil o'ttiribdi deb keyin qo'liga 25 mingga tushgandan keyin, yilning bashi bilan menda yil hisoblamay, buni o'tgan vaqtni chiqarib, uni yenidan 25 mingga tushgandan keyin hisoblaymiz demoqchi. Biz 1 yilni bekitgan-ku. 1 yil ichida masalan 1-oydan 12-oyga qadar desak, 6-oyda shunda qo'lga 25 ming ko'yni hammani to'laydigan bir qarzga chirib qolgan bo'lsa, qo'lga 25 ming ko'y bor, 25 mingga boshqa bir ish bor. Shunda bir qarz bo'lib qolsa, buni 6 oyni biz yuyitimiz. Unda 25 mingga qachon qarz bir pul olib, 25 mingga qo'lga chigandan keyin undan shu chaqdan tortib 1 yil o'tkazimiz. Abu Yusuf bu yil o'ttirdagi ahvollar yilning 5-dan oxirini solsak, yilning 5-da 25 ming ko'payapti. O'ttirib qarz chirib qolgan bo'lsa, yilning oxirida qarz yo'q, 25 ming qo'l bo'lsa, yil oxiri zakat beraverdi demoqchi. Ba chaqni yilning 5 qilib bekitamiz. 6 oy o'tgandan keyin 25 mingga qarz chirib qilib, keyin yilning oxirida o qarzni bir pulab, yana 25 mingga qo'limiz olsa, yilning 5-da 25 mingga yilning 1 yilda baş oyida 25 mingga hisob olgan ekan zakat qildi deymiz. Wal mahru yamna'u muajjalan kana aw muajjala. Masalan, qo'lda 25 mingga, 25 mingga nisobda bor, misol tariqasida bor. Unda ozib bo'lishi mumkin. 25 mingga qo'lda bor bir talib masalan, g'achcha to'y qildi. To'y qilgan ekan, oltin asbab va kaza to'y qilganga 15 ming ko'y bir to'ylik vardı. Keyin ana 10 ming ko'yni falan chaqdi birman deb qarz qo'yib qo'ydi. Albatta o'yini jabdolli keyinchi biraman deb qo'ydi masalan. Bunda bo'lgan taqdirda
bu zakatni to'sab qo'ydi. Ya'ni bu qazi savda 25 mingga qo'l batdi. Buni masalan kelar-yili to'liqlig'ingizda shu chaqib beradigan bo'lsa-mu, qaz, undan 25 ming qo'ydan chiqarib demak. Yamna'u wujuba zakat demakchi. Va qila yamna'ul muajjala dunal muajjal. Ba'zi qarashdan bu vaqt kelmagan ekan, hozir naq berdigan buni hisoblaymiz. Qo'ldagi iqtisoddan chiqaratamiz. Ama kelar-yili yoki misrliqlar aqrabul ajalayn deb qo'ydi-ku. Mahrul muajjal li aqrabul ajalayn. Misrdan nasiya shunda kishib turish bor. Bizning yo'lda unda yo'q. Aqrabul ajalayn immal mawt va immal talaq. Masalan 20 ming ko'y to'yliq berdim degan bo'lsa, bu 10 ming ko'yni naq berdi. Bo'lmasa 20 ming ko'y teppoz bu 40 yoshga chiqqanga to'y qilinmaydi. 10 ming ko'yni naq berib, 10 ming ko'yni to'y xatiga shuni yezib qo'ydi. 10 ming ko'y qaz qolib qoldi. Buni aqrabul ajalaynda berdi. Ajalaynning birisi taloqqa qarshi bo'lib qolsa, qachon taloq qilib qolsa, to'yliqdan taqol mumkin ekan deb oldi. Yoki er ya ayol biz o'lib ketib qolgan taqdirda 10 ming ko'y shu ayolga o'tish lozim. Va qawluhu fadilan. Qawluhu deganga bamir kimyanda qawlun musannif fil muxtar. Yani qawli fil matn demakchi. Fadilan anil havajil asliye. Öz adet işletilgan ihtiyacdan sırt deydi. İşletilgan ihtiyacdan şu öy saymalları, ticaret, ünərkəs saymallarından ibaret desek, şundan artıq buluş gerek. Lianna qavlahu sallallahu aleyhi ve sellem el-mar'u ahakku bi kesbihi. Muş hadis. Ve qavluhu ibda bi nefsik. Yani insan özü tapqan, aşpılga en haqliq degini özünde işletilgan bulup qalsa, onun sorup kelmaydi, zakat kelmaydi degandek mazmun bor. Say Müslimga desa ibda bi nefsik fatasaddaq alayha. Aldı bilan sen o'zingga xajla. Undan keyin balchaqlarni xajla, undan keyin aqrabolarni xajla degan bo'lg'achqa, bu hadislar yadullu ala wujubi taqaddumi hawaijihi al-asliya. Nolki o'zining zurut ehtiyoji zakat berdigan iqtisod dairasidan oldin o'rin turdi. Oldindan o'zi bir xajlardan qo'yganki, uning ashqanga zakat beramiz. Va hiya al-hawajil asliya nimada iborat? Va hiya duru sukna uy turalg'on. Mesela 1 millionlik da'chi so'rab qolsa, o'zi balchaqlar bilan turdigan zakat kelmaydi. Va thiyabul badan kiyim-kechaklar. Kiyim-kechaklar bor ekan deydi. Mesela bir uydilik kiyim-kechaklar bor ekan. Ashunda bo'lib qolsa, qimmat kiyimlar hamma baholab jilsaq 100 ming ko'ylak chiqishi mumkin. Va thiyabul badan va asatul manzil uy saranjallari, uy saymallari. Uy saymallarning sizning bu har qimmat narsa bor. Mesela adeti bir chilapcha, masalan, ya bir ko'ngila bo'lsa, falan pul qilishi mumkin. Yani uy saymalda ya zinallar, yoki qo'yib bo'lsa, yo'q. Ticaret maqsadi ortiq yoki satamansa bu ticaret tovarlari kiradi. Lekin ishlatilgan bo'lsa, mesela gilamni sirib, ya Falastinni sirib o'tiribdi. Bu Falastin qadimdan qolgan necha yil qoldigan asaratiqdek bo'lsin, mayli. Zakat kelmaydi. Va silahul istimal ishlatilgan mesela bir shamshar bor ekan, bu 100 mingga 1 million bo'ldi. Mayli, zakat kelmaydi. Va davabur rukub mindiga atlarmi? Atlanışı 1 million oldular, necha million oldular. Hozir hamda mashinalardan masalan BMW deymiz, Mercedes deymiz. Bu mashinalar o'zi mindigan. Lekin boshqa qo'lda iqtisod yo'q. Yo'q, sen bu mindigan mashina mancha millionlik zakat bersa demaymiz. Shunday olamiz. Bir necha vaqt qolsa ekan, o'tirdi endi. Ya o'tirgan bo'lsa kelmaydi. Masalan, ma'noda yazda ma'noda qishda o'tirgan. Ya bir oyda ma'noda bir oyda yoki ba'zida ancha-muncha sayohatga ishlatilgan deniz bo'yidagi uy yoki Urumchidagi uy deb manda bo'lsa, o'zi ishlatilgan bo'lsa zakat kelmaydi. Ya endi bolasini o'ylayman deb bo'lgan, uni kelmaydi. Ammo buni baho o'sib qolsa, foyda sotaman deb olgan bo'lsa, qo'yadi o'chadi. Va davab rukub, andaji mashinalar bu shunda qimmat qo'l. Va kutubul fuqaha uzoqda kitob qimmatda. Yani kitobning har birini shu qo'lda yezib ko'chirgan bo'lg'achqa, hatto shu 70-yillarda masalan Buxoriyning Manarninki bir daftarini 300 ko'y 400 ko'yga oladi. Jiq bilan 300 ko'y degan unda 10 gram oltinni puli o'chadi. Shuniga olibdi. Kitob qiz. O'z vaqtida shu burunqi qo'lga ketilgan chaqilda
Şu kitap mesela kıymetli olsa bir alimning uyida mesela shunda 1000 mujallad, 2000 mujallad kitap olsa buni necha million qilish mumkin. Lekin buni o'zi o'qib, shu foydalangan qo'lda hisob yo'q. Bunda bir talib yoki hozirgi zamondan talibninki bir laptop masalan. Uning boshqa shunda o'qish aslahalari bo'lib qolsa, falan pulga olsa-mu, uni zakat kelmaydi. Agar talibul ilm bo'lmaydi, bir turk yoki tijoratchi bir odamning qo'lida 1 millionlik kitob bo'lib qolsa, zakat kelmaydi. Zakat kelmaydi. Nima uchun bu ma'lum nami emas. Ma'lum nami emas. Lekin bu aslında bir iqtisodda bir pul bor ekan. Lekin bu kambag'allardan zakat berib qolsa zakat berilmaydi. Aniga zakat olmaydigan, lekin boshqadan zakat olinmaydigan deb qarab. Qanday qilish lozim bu? Xizmat qilsa, kitobni setar. Yani bu kitap cemiyette şu rolünü cari kıldırış lazım. Bu kitabın sahibini okumaysa o zaman besittir. Lekin bulmaydı. Ve alatul muhtarifin ticaretçi hünak kesip kıldıranların esvapları, saymaları. Mesela iş doktorunun ki belki bir üskünüse 100 bin köylük buluşu mümkün. Mesela ya bir nasiye sayılanının zavukların bağı asap katarda. Mesela taksicilik kılanının bir maşin sultu. Aşı kurtabılan saymana şu. Kuruluşçuluğun var, traktör aşında onu var. Sayman insafı gidiyor, zakat insafı olmayız. Ve gayru dâlike mimma la budda minhu fi maaşı. Özün turmuşun kamdaş, ya pul tepeş, kesip üçün, puldaki aşında işletilgan nasıl zakat kemmaydı o. وأما الملك التام فاحتراز عن ملك المكاتب. Yani müşün biz mülk tam, to'liq ega bo'lgan mulk bo'lish lozim deb shart qildik biza. Biz mukatibning pulisini chiqarib tutish uchun. لأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة. Çünkü zakat Allah Taala bizga to'liq tasarruf qilishga shundoq ato qilib atgan shu katta ne'matga shukr qilish va shuning haqqini ado qilish uchun vojib bo'lgan deydi. Ve enneha ni'metun naqisa. Endi bu mukatibning qo'ldagi pul, bu topgan pul taqa bu to'liq o'zi foydalangan pul emas. Bu xo'jayinga ketadi. Boshqaning haqqi deydi-mi? Lekin xo'jayinga to'laydigan puldan boshqa yana ortiqcha pul bo'lsa, masalan, xo'jayinga 100 ming to'laydi ekan, yana pul 100 ming ortiqdan jami 200 ming bo'lsa, o'sha 100 ming chiqarib turib 100 ming zakat berish kerak. ولما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتقه. Azat bo'lgan qadar mukatibning mol mulki zakat yo'q debdi. Qala va qawluhu fi tarafay al-hawl. Yilni ikki beshida deysnama. Lianna al-hawla la budda minhu. Chunki bir yil degan bir muddat bu cho'qim o'tish kerak. Qala sallallohu alayhi vasallam la zakata fi mal hatta yahul alayhi al-hawl. Bir yil o'tmaguncha zakat kelmaydi. Bu bir yil hozir al-hawl al-hijri. Miladi emas. Bir yıl degan bekitish shariat millari kelib qolsa, qamariy oyni hisoblab bir yil bu milodiy 365 kun, 366 kun bo'lsa, hijriy 354 kun. 11 kun, 13 kun atrofida kam. Shuna bu milodiy yil bo'yicha zakat berib qolsa, ya 33 yilda bir yilning ortiq berishi lozim. Yani 33 yilda bir aylandigo. Yani bir yıl kısıraydı. Ashab-ı Kahf'nin kezi şundan okuduğu bir yıl kısıraydı. Ya ki bazı ulemalar 2,5% 2,5 mında şekilde var. 2,5 75 bilip yani 2'de 6'ya yakın mında hesaplap bazı miladi mesela bazı şirketler var. Yılın mesela birinci İslam'ın biri penden kılıp hemen hesaplap o adam ben yalnız manda kılman diyenmedi lan bağlanışlar çünkü şu sistem kurulmayında bulup geçse miladi zekat adam bulup kalsa 2,5%. 2'de 6'ya yakın bir narsa bir iş lazım. O yüzden ölçüm var. Anından buna şu 15 günün zekatını mutludur. Ya ki zekat bayan çağda
2% bir-biri. Ay bergen zakat 363 kunga bir bo'lsa, bir kunlik zakat mana qildim deganda, lekin shu 13 kunninkini ko'paytirib 12 kunninkini ortiq ko'rsa, oson bo'ladi. ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء. Çünkü bir yıl bekleştiğinde bir yıl içinde pulmal ağısı alıp kemeskemi bir öğürlük çöğürüldüğün bir vakt doğaçka. فقدرناه بالحول. Çünkü bir yılda beklettik. الاستمالية على الفصول الأربعة التي تتميز فيها الأسعار غالبا. Kış yazda bazı tavırların bahaları 4 fasilda, 2 fasilda her xil o'zgarib turgan bo'g'ashqa. ثم لا بد من اعتبار كمال النصب في أول الحول للانعقاد. أما طرفي الحول dedikqa şu nisab belgilengen baylar 25 gün koy desek bu yılın 5'ida biz yılın 5'ine qachonda hesab qilmasa şu bir chaqda hesab qildik-ku şu bir nima bo'lish kerak. 25 kunga to'liq bo'lgan chaqni biz 25 deb hisoblashga belgiladik deydi. Endi bir başlangıç noktası olaş lazım-da biz başlangıç noktasını 25 deb qildik. Va fi axirihi axirini da bekitib bir yil hisoblashda li wujubil ada. Yil oxirida zakat berish lazım. Bir yil o'tgan chaq. Va ma baynahuma halatul baqa'i fala i'tibara biha. Chiqsin o'ttirda pulanda qo'l turdigan vaqt. Zakat bir hozir digilmaydi. Davom ekan biz uni hisob qilmaymiz. لأن في اعتبارها حرجا عظيما. Çünkü bu o'ttirni hisoblash desak, yil o'ttirni hisoblab qo'yishda bu qiyinlashib ketadi. فإن بالتصرفات في النفقات يتناقص ويزداد في كل وقت. Çünkü bu 25 ming ko'mda tumaydi. 20 ming koy, 30 ming koy, 27 48 mingda bular ikbazolga ashar kuni qilib uni bir yenidan ayirib bunday qiyin bo'lmaydi. Shuna yil oxiridan bir kolaylaştırış için şunda bekletildi demek. فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج. جباول القمصون. قال ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء. Hadiste innemal a'malu binniyat. Ama muhlisina din niyet zade ibadet için zürül. Lakin şu zakatni bergen chaqda yoki undan burun ma 10 ming koy zakat pulken deb ayirgan chaqda aş kallısta zakatga ayırdım, müsün zakat vermem degan bir niyet bo'lish lazım. لأن النية لا بد منها لأداء العبادات على ما مر في الصلاة. إنما الأعمال بالنيات يعني السنبشة. Yani kitab salatda namaz o'qish niyati shu takbir bilan tan kelishi lozim degan bir qarashni o'tirib qo'yadi. Ama Hanifi mazhabning ba'zi ulamolari Allohu akbar degan chog'da shu namoz o'qish niyati kallasi bo'lishi lozim degan shart esa ba'zi undan birroq niyat qilib uni takbir shusin bo'ldi degan qarash o'tirib qo'ydi. Va zakatu tu'adda mutafarriqa. Zakat degan bilab birdigan narsa. Masalan ba'zi 7-8 masrafga bo'lishi mumkin, ba'zi 2 masrafga bo'lishi mumkin. Ba'zi bir masraf masalan kambag'alligi biray desa, uni birdan emas nechadan bo'lib berishi mumkin. Undan keyin bu bo'lib birdigan narsa. Farubbama yuhraju fin-niyyati 'inda ada'i kulli duf'a. Çünkü her bir kısmını birdiğen çağda yeniden niyetini istihdar kılıp kalısı ekip durup bunda bir işi belki o pulunu birdiğen çağda o birdiğen kişiden karışken çağda ma zekat bunu müşehirden bir iş niyet kıldım diye nukumay şu gap bilan bulup gidip bir plan kesişi mümkün. Bu kıyınçılık bulup kıldı. Fektefeyna bin niyeti indal azli teshilen ve teysira. Şu an şu zekatını kişiyi beğenmeyip uyda manşek zakatımken de ayırgan çağda şu zekat da niyet kıysa onu haklığı tapşırıp beğen çağda o niyet bulmasın mevlidi de o. O da mesela Ramazan geldi. Ramazan geldiğinde zaman şu ayda roz tutulan o diyen bir niyet bulup kalsa her günü keçse zorluk yegen çağda ayrım niyet bulmasın mı buldu dedi. قال ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها. Üzümün köy pulu sakin. Üzümün köy zekat kılıttı. Bir yıl ötepti. Zekat bir daha Ramazan'da bu melimden hemimiz Allah'a sadaka edip şunu alıp atıyor. Sabırım atılıp attım. Aşağı hadisle anlayınız ki azıcık zamandan da adamını uçuratmayız. Mesela sabırdan bütün mal mülküm Allah'a da belgelle, yerimi de belgelle bağı, Hazreti Ömer olan Ebu Bekir şunda boğan.
Lazım her zekatını bir kaç kerpirsenne zan takvadır Müslüman deb bilsin. Pulunun hammasi Allah yolunda sadaqa deb berib etgan bo'lsa, zakat niyat qilmabdi. Mana bunda bir savob qilish deb bular bunda berib etgan bo'lsa, zakat shundan o'chib ketdi. U hamma mol-mulkni Allohga xajlatgan ekan, sen 100 ming ko'yni Allohga xajlatdan, 100 ming ko'yni bir yil o'tgan, buningga 2 ming ko'y zakat qildi, 2 ming ko'y pul gadonda bor, eklash kerak deb oldilar. Qaytarmaymiz dedi, bo'lib ketdi. U 2 ming ko'y va undan boshqa 97 ming ko'y hamma beryapti. Vel qiyasu alla tasqut, qiyas usulan, ya'ni shu odatdagi o'lcham bo'yicha, endi bu yerda qiyas deymiz, shu usul qoida bo'yicha desak, bu gardandan tushib ketmaslik kerak. Chunki bu berganchalik zakatdan niyat qilib bermadi deydi. Odat usul qoida bo'yicha berganchalik zakatdan niyat qilib bersa, undan gardandan saqit bo'lib deydi. Va huwa qawlu Zufar al-Adamiyya. Zufar o'sha niyat qilib bermagan ekan, zakat deb bermagan ekan, bunga gardini 2 ming ko'y zakat bor deydi ekan. Vajil istihsan degandan unduq biz. Istihsan lug'atda ma'nosi bir yaxshi ekan, baland ekan deb yaxshi deb qarashnami? Hasan. Abd shay hasanan. Ma'lumdan narsa ekan, bunda qilsak yaxshi bo'ldi ekan deb qarash. Degan bu istiloh usul fiqhida ulamolar har bir mazhabning o'zidan ayrim bir istilohlari bor. Ana bu mazhabda istihsan deganni xil tushunadi. Birisi odatdagi aniq bir qiyosni tashlab, undan kuchliroq bir qiyosni tutsak istihsan bo'ladi. Yana bir qarashda odatdagi bir dalilga tayangan bir hukmni tashlatib, uni kuchliroq bir hukmga tayanib turib, shu dalilni olsak, bu istihsan bo'ladi. Lekin bu yerda selishtirgan bir ahvol bor. Ya bir dalil var, yani bir dalil var. Biz odatda normal ko'rinib turgan dalilni qo'yib turib, boshqa bir dalilni hisoblasak istihsan. Yani istihsanning tarifi shu. Yani istihsan degandikan, Zufar qiyosini tutdi. İstihsan degandikilar nima bilmas. Zufardan boshqa 3 imom istihsan bo'yicha tutgan, qiyosini tashlatgan emas. Ba'zan da qiyosni tutib mangan bo'lsak bir masalada shunda hadis kelib qolsa, qiyosni cho'ritib hadisni olamizmi? Masalan, shunda qanda. Uning boshqa zurul va shunda aqliy dalil bo'lsin, nima bo'lsin, qiyosni qo'yib mangan ahvolda istihsan. İstihsan mana dalil kuchli deb aytsak. Uning dalili kuchliroq bo'lsa, mana bu yaxshi ekan deb mana yetkazamiz. Davomga buning dalili kuchli bo'ldi. Üç imamның qarashida zakat tushib ketadi. Annal vajiba juz'un nisab. Nima uchun? Bu vojib bo'lgani 2,5%. 100 ming ko'yga 2,5 ming ko'y dedikmi? 2,5 ming ko'y. Qala sallallohu alayhi vasallam firriqati rubul ashr. Ya'ni kumushda 2,5% zakat qildi demak. Riqa degan kumush. Kumush, oltin, pul molda 2,5% keladi. وقال في 20 مثقالا نصف مثقال 20 مثقalda yarım مثقal keldi degan. İla gayrihi minan nusus. Ondan başqa dalillar bor. Bu bir misal tarixida keldi. Yani 2,5% degan bir bor zakat miqdori. Va ruknu huwa at-tamliku ala wajh al-mabarra. Yani bu zakatninki mazmun nimada iborat? Xayr ihson sifatida mana asla bilan bir visi bor. Mabarra degan bir ihson. Vaqad wujida li husul ada al-wajib qat'an. Anda shu yaxshilik qilib, xayr ihson qilib pul sarf qilish bo'ldimi, bo'lmadimi? 100 ming ko'yni xayr ihson qilib beryapti bu. Bu aniq bag'o. Mushu niyat ba, keskin. Li'annahu lamma adda al-kulla faqat adda al-juz'a. Chunki bu hammani beryotgan chaqda shuning ichida 2,5%, 2,5 ming ko'ymi bor. Uni va uning ziyodini beryapti. Ve niyatu şuritat lit-ta'yin. Niyat degan 100 ming ko'yda ichidan 2,5 ming ko'yni ayirishda ishlatilgan niyatda deydi. Vel vajibu qad ta'ayyana bi ikhrajil kull. Ham bu belgilaydiganimizmi? Hammani beryotgan ekan, bo'ldi belgilanib qoldi. Shuning ichida 2,5 ming ko'y bor deydi. Walau tasaddaqa bil ba'di saqatat zakatu zalika al-ba'di inda Muhammadin khilafan li Abi Yusuf rahimahumullah. Agar 100 ming ko'yni 50 ming ko'yni shundan sadaqa o'tibdi. Mesela Hazrat Umar nisf mali degan. Nasib bu 2,5 ming ko'y zakat berish lozimda. Qanday qilamiz? Imom Muhammad 50 ming ko'yning zakat tushkidi ekan. Ya'ni 1250 ko'yman. Undavonki 50 ming ko'y qoldi. 50 ming ko'y qolsa Muhammad 50 ming ko'yningki zakatini beradi. İmam Abu Yusuf
yaqa yüzün koyunun zaktını bir dolu. Nişayç olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.